Sirdaryo Qovun bozorga to'xtaganman. Erondan bir mehmon chaqirgan edim. O'zbekistonda aylantirib yuribman. Hozir bir hayratlanarli holatga tushib keldim. Qovun bozorga to'xtadik va do'stim hojatxonaga kirmoqchi bo'ldi. Hojatxonaga borayotganda men hojatxona uchun pul to'ladim. Bundan bu hayratlanyapti. Hojatxona pulli bo'ladimi deb. Shogird qanaqa hayratlandi? Babo deb peshonasiga uryapti. Hojatxona pulli bo'ladimi deb. Undan keyin nech pul to'lading dedim. 2000 so'm hojatxonaga to'ladim deb hisoblab bersam, bizni pulga qancha bo'ladi? Hisoblab bersam, hojatxonaga to'langan pulga bizda 30 litr benzin berar ekan deb hayratlanyapti og'a. Og'a, xush keldingiz. Salom berasan O'zbekiston. Well, thank you Uzbekistan and thank you for the good farmers growing the watermelon, melon very delicious and tasty. Welcome, thanks so much. Hayrat saning. Eronda lekin birorta joyda hojatxona bepulda, ular shundan hayratlanyapti. Va deyapti, peshonasiga uryapti qo'lini. Sirdaryo Qovun bozori. Aka, tarvuz nechi pul? Kilosi. Tarvuz, yangi tarvuz, qovunchi. 10 ming so'm sotyapsizlar kiloga. Mana bitonkada bizda nechi pul, qayerda qancha sotilyapti tarvuz qovun?